عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر نشلا أنلا واتقنلا محمد بن سليمان المغربي جمع الفوائد من جامع الأصول ومجموع الزوائد يعني دستا توبلم نامlı kitabının 9. tomu. Bugün okuyduğumuz kıyamet, mahşergahtaki alet, hesap kitap, Havz-ı Kevser, Pilsirat Gövriki, Mizan ve Şafaat bölümleri. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sur egisi Isrofil alayhissalomni surni og'ziga qo'yib, beshini egib, qulqini ding tutib, surni po'lash uchun o'ziga keladigan buyruqni kutib turayotgan tursa, men qandoqmi xotirjam bo'lay dedi. Musulmonlar, ey Rasululloh, undaqda biz nima deymiz deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh bizga yetarlik, u nimaga yaxshi vakil, Rabbimiz Allohga tavakkul qildik, danglar dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir sahrolik arab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Sur degan nima?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, "U pulindigan burg'udir" deb javob berdi. İmam Müslimning 2955 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki sur orasida 40 bor dedi. Sahobalar Abu Hurayradan 40 kunmi deb so'ragan edi. Abu Hurayra bir narsa deyolmayman dedi. Sahobalar 40 oymi deb so'ragan edi. Abu Hurayra bir narsa deyolmayman dedi. Sahobalar yana 40 yilmi deb so'ragan edi. Abu Hurayra mu yana bir narsa deyolmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq dedi. Allah osmondan yomg'ir yog'diradi. Shuning bilan insonlar yerdan o't yosh unib chiqqandek unib chiqadi. Insonning quyruq so'nkidan boshqa chirimaydigan bir a'zosi yo'q. Inson qiyomat kuni ash-so'ngakdan qayta tirildirildi. İmam Müslimning 2955 numaralı hadisida yana mundaq deyilgan. Odam bolasining hamma a'zosini to'payib tugitadi. Faqat quyruq so'nkili qoladi. İnson ash-so'ngakdan yaratilgan. Qiyomat kuni yana shu so'ngakdan qayta tirildirildi. İmam Malikning 566 numaralı hadisida Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Müminning jini bir qush bo'lib, Alloh uni qayta tirildiradigan kunga qadar u qush jannat darxiga qo'nib turadi. İmam Müslimning 2970 numaralı hadisida Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni insonlar oq nonning rangida qizg'uchroq, hayotlikdan hech qanday asar bo'lmagan bir tuzlanlikka yig'iladi. Nasaining sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni insonlar yalang'och va sunnatsiz holda tirildiriladi. Eng dastlab kiyindiriladigan kishi Ibrohim alayhissalom bo'ladi. Ondan payg'ambar alayhissalom mahluqotlarni dastlab qanday qilayotgan bo'lsak, shu holda asliga qaytaramiz degan oyatni o'qidi. Tirmizining hasan va sahih rivoyatida mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni yalong oyoq, yalang'och va sunnatsiz holda tirildirilsizlar dedi. Bir ayol, "Undaqda biz bir-birimizning avratimizga qarab qolmamdiq" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey palonchi, u kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarshiga shu holi yor bermaydi" dedi. İmam Buxariyning 6523 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, kafir jahannamga yuzi bilan qandoq mangdiriladi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Uni dunyoda 2 put ustida mangdirgan Alloh qiyomat kuni yuzi bilan mangdirish qodir emasmi?" dedi.
İmam Buxariyning 6522 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni insonlar 3 xil shaklda hashr qilinadi. Umid va vahima ichidagi umumiy musulmonlar birga, martabasi yuqori musulmonlar bir tuguning ustida 2 kishi, bir tuguning ustida 3 kishi, bir tuguning ustida 4 kishi, bir tuguning ustida 10 kishi bo'lgan holatda birga hashr qilinadi. Qolganlarni bir parcha o't oldiga haydaydi. O't ular dam olgan yerda dam oladi, yotgan yerda yotadi, tong otqizgan yerda tong otqizadi, kech qilgan yerda kech qiladi. İmam Buxariyning 6532 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni insonlar shundoq ko'p terlaydiki, terlari yer ostiga 70 gaz kirib, ondan yuqori o'rlab qulqug'icha yetadi. İmam Buxariyning 6531 numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kunda insonlar olamlarning parvardigorining huzurida tik turadi degan oyatni o'qib mundaq dedi: Ular quloqlarining yerimgacha keladigan tar ishib turadi. İmam Müslimning 2864 numaralı hadisida Miqdad ibn Asad radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni quyosh insonlarga 1 mil miqdoriga yaqinlashtiriladi. Sulaym ibn Amir Allohning nomi bilan qasamki, mildan yer musofasi yoki ko'zga surum tortadigan yelpigishdan qaysini ko'z tutganligini bilolmadim degan. İnsanlar qilgan amallari qarab tarlaydi. Ba'zilar o'shqig'icha, ba'zilar tizg'icha, ba'zilar biligicha, yana ba'zilar og'zig'icha tarlaydi. Ondan payg'ambar alayhissalom tarning ko'pligini bildirish uchun qo'li bilan og'ziga ishorat qildi. İmam Müslimning 2878 numaralı hadisida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har bir banda nima ish ustida o'lgan bo'lsa, shu holatda tirildiriladi. İmam Buxariyning 2449 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki musulmon qarindishining ippitiga yoki mol mulkiga daxl taruz yetkazgan bo'lsa, oltin va kumushlar pul o'rnida o'tmaydigan kun kelishdan burun bu dunyoda u qarindishining roziqini elib olsin. Chunki qiyomat kuni uning qilgan zulmiga yarasha solih amalidan agar bo'lsa elinadi va zulmiga uchragan qarindishiga beriladi. Agar savobli ishi bo'lmasa, qarindishining gunohi elinib, uningga yuklanadi. İmam Müslimning 2581 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Munqariz bo'lg'uchining kim ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Sahobalar: Bizning nazarimizda munqariz bo'lg'uchi puli va malidan butunlay ayrilib qolgan kishidir deb javob bergan edi. Payg'ambar alayhissalom: Mening ummatimdagi haqiqiy munqariz bo'lg'uchi qiyomat kuni namozi, ro'zasi va zakoti bilan keladigan. Ammo yana bir tarafdan buni ayiblagan, uningga tuhmat qilgan, buning melini yegan, falonchining qanini to'kkan, pustonchini urgan degandek shikoyatlarga uchraydigan kishi bo'lib, uning qilgan yaxshiliklari buningga tarqatiladi. Agar qarzi tugmay turib savobi tugisa, ularning gunohlari uningga yuklanadi. Shuning bilan u jahannamga tashlanadi. İmam Müslimning 2582 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni barliq haq o'z egasiga qaytariladi. Hatto munguzlik qo'ydan munguzsiz qo'yning haqqi elib beriladi. İmam Buxariyning 4939 numaralı rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimdan inchikilab hisob ilinsa cho'qim azob duchor bo'ladi dedi. Men: "Ey Rasululloh, Alloh meni san fido qilsin. Alloh Qur'onda nom amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob ilinadi demadimi?" degan edim. Payg'ambar alayhissalom: U savol so'roq emas, balki qilmishlarini ko'rsatib qo'yishdan iborat. Kimdan inchikilab hisob ilinsa, cho'qim halok bo'ladi
dedi. İmam Buxariyning 6537 hadisida mundaq deyilgan. Qiyomat kuni qandaqlı bir odamdan inchikilib hisob ilinsa, cho'qim azobga tortiladi. İmam Nasaiyning sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni bandadan tunji bo'lib so'raladigan namoz, insonlar orasida tunji bo'lib hukm chiqarildigani nahaq to'kilgan qondir. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni banda Rabbining huzurida munu 5 narsaning so'roqini bermagicha joyidan midirlamaydi. Ömrini nimaga sarf qilgani, yoshligini nimaga zoya qilgani, melini nadin topgani va nimaga xarajat qilgani, bilganiga qandoq amal qilgani. İmam Müslimning 2968 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ey Resulullah, kıyamet günü Perverdigarimizden köremdoq" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam "Tush vaqtida bulutsiz osmondagi quyoshni ko'rishdan qiynalamisizlar" degan edi. Sahabeler "Yo'q" dedi. Peygamber aleyhisselam Aydın kechida bulutsiz osmondagi to'lin oyni ko'rishdan qiynalamsizlar degan edi. Sahabeler yana "Yo'q" dedi. Peygamber aleyhisselam Jinim ilkili bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, xuddi osmondagi oy bilan quyoshning qiynalmayli ko'rganinglardek, Rabbinglarnimi hech qanday qiynalmayli ko'rsizlar dedi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam yana mundoq dedi. Allah bandasini oldiga keltirib, "Ey palonchi, men seni hurmatli qilmadimmi? Boshqalardan ustun qilmadimmi? Seni o'lik o'choqlik qilmadimmi? Sana at bilan tugini bo'ysundirib bermadimmi? Seni boshliq qilmadimmi? Ulardan 4dan birini g'animat olmadingmi?" deydi. Banda shundoq deb javob berdi. Allah, "Men bilan uchrashishni o'ylamaganmiding?" deb so'raydi. Banda "Yo'q" deb javob berdi. Allah, "Meni unutgandek, men seni unutmayman" deydi. Keyin Allah ikkinchisini oldiga keltirib, "Ey palonchi, men seni hurmatli qilmadimmi? Boshqalardan ustun qilmadimmi? Seni o'lik o'choqlik qilmadimmi? San at bilan tugini bo'ysundirib bermadimmi? Seni boshliq qilmadimmi? Ulardan 4dan birini g'animat olmadingmi?" deydi. Banda shundoq deb javob berdi. Allah, "Men bilan uchrashishni o'ylamaganmiding?" deb so'raydi. Banda "Yo'q" deb javob berdi. Allah, "Sen meni unutgandek, men seni unutmayman" deydi. Keyin Allah uchinchisini keltirib, uningdan o'xshash savol so'raydi. Bu banda, "Ey Rabbim, sana kitobingga, payg'ambaringga iymon keltirdim, namoz o'qidim, ro'za tutdim, zakot berdim" deydi. Va chamining yetkincha Alloh hamd sano aytadi. Allah, "Undaqda sen birdan kutib turgan, men sana guvohchi keltiray" deydi. Banda o'z ichida "Acaba menga kimni guvohchi qilib keltirar" deb o'ylashga boshlaydi. Dal shu paytda uning og'zi muhrlanadi. Ondan paqalchiqqa "Qani sen so'zla" deyiladi. Shuning bilan uning paqalchiqi go'shi va so'nggi tiliga kelib, uning ziyniga guvohlik beradi. Mana bu bandaning o'zini aytish uchun qo'llanilgan barcha yo'llarni kesish uchundir. Chunki 3-chi banda munofiq bo'lib, u Allohning g'azabiga yo'l qo'ygan kishining dal o'zidir. İmam Müslimning 183 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida bir to'p kishi: "Ey Rasululloh, qiyomat kuni biz Rabbimizni ko'ra olamizmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, tush vaqtida bulutsiz osmondagi quyoshni ko'rishdan qiynalamsizlar? Oydin kechida bulutsiz osmondagi to'lin oyni ko'rishdan qiynalamsizlar?" dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, qiynalmaymiz" deb javob berishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Quyosh bilan oyni ko'rishda hech qiynalmaganinglardek, qiyomat kuni Allohni ko'rishdimi hech qiynalmaysizlar. Qiyomat kuni bo'lganda bir jakarchi har ummat o'zining cho'qinig'iga agashsin" deb jakarlaydi. Allohni qo'yib butlarga, tiklangan toshlarga ibodat qilganlar bir-birilab jahannamga tashlanadi.
ulardan cehennemge taşlanmagan hech kim qolmaydi. Mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, faqat Allohga ibodat qilganlar va ahli kitoblar qoladi. Ondan birinchi bo'lib Yahudilar chaqiriladi va ulardan nimaga ibodat qilatdinglar deb so'raladi. Yahudilar biz Allohning o'g'li Uzayrga ibodat qilatdik deb javob beradi. Ularga yolg'on aytdinglar. Allohning na ayoli, na bolasi yo'q deyiladi. Ulardan nima xohlaysizlar deb so'raladi. Ular Parvardigorimiz, bakmi ustab ketdik, bizga suv bersang deydi. Shuning bilan ularga qani ichinglar deb lavuldab kuyayotgan o'tdan hosil bo'lgan sarab tarafga ishorat qilinadi. Natijada ular yugurgan peti udul jahannamga tushadi. Uningdan keyin xristianlar chaqiriladi va ulardan nimaga ibodat qilatdinglar deyiladi. Ular biz Allohning o'g'li Masihga ibodat qilatdik deydi. Ularga yolg'on aytdinglar. Allohning na ayoli, na bolasi yo'q deyiladi. Ondan ulardan nima xohlaysizlar deb so'raladi. Ular Parvardigorimiz, bakmi ustudiq, bizga suv bersang deyishidi. Shuning bilan ularga qani ichinglar deb lavuldab kuyayotgan o'tdan hosil bo'lgan sarab tarafga ishorat qilinadi. Natijada ular yugurgan peti udul jahannamga tushadi. Ondan faqat Allohga ibodat qilgan yaxshi yomon kishilardan boshqa hech kim qolmaganda Alloh ularga ular dunyoda anglagan sifatga eng yaqin bir shaklda tajalli qiladi va sizlar nimani saqlayapsizlar? Har ummat o'zicha qo'ygan narsaning orqasidan erishib ketdi deydi. Ular ey Rabbimiz, biz dunyoda ularga muhtoj bo'lsakmi, ulardan ayrilib ketgan edik. Ular bilan do'stlashmagan edik deydi. Alloh, men sizlarning Rabbinglarman deydi. Ular biz Allohga sig'inib, sendan panoh tilaymiz. Allohga hech kimni sherik qilmaymiz deydi va bu so'zni 2-3 qatim takrorlaydi. Hatto ba'zilari keyinga qaytqali tas qiladi. Chunki Alloh shungacha o'zini tanitmagan edi. Alloh, sizlarda Rabbinglarni sizlarga tanitadigan biror alomat bormi deb so'raydi. Ular ha deydi. Dal shu chog'da Alloh bilan ularning orasidagi parda ko'tariladi. Haqiqatan Allohga chin yurakdan sajda qilganlarga sajda qilish uchun ijozat beriladi. Riya va jinni saqlab qolish uchun, ya'ni musulmonlardan biror yomonlik kelib qolmaslik uchun sajda qilganlarmi Allohga sajda qilishga tamshilaydi. Lekin ularning boshlari oldiga egilmaydi va ular orqasiga uchib tushadi. Ular sajda qilish uchun har tamshalganida o'xshashlar orqasiga uchib tushadi. Keyin sajda qilganlar boshlarini ko'taradi. Alloh ularga oldin qatim boshqa surat tajalli qildi va mana men sizlarning Rabbinglardirman deydi. Ularmi sen bizning Rabbimizsan deydi. Ondan jahannam ustiga ko'vrik quriladi va shafaatga ruxsat qilinadi. Ular ey Rabbimiz, bizni salomat qilgin deyishidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ey Rasululloh, ko'vrik degan nima, u qandoq bo'ladi deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom ko'rik nihoyat teyilg'iq bo'lib, uning ustida najidda o'sadigan va sa'don deb atalgan tikanga o'xshaydigan kanarlar, ilmaklar va temir tikanlar bo'ladi. Mo'minlarning ba'zilari uningdan ko'zni yumib ochqicha, ba'zilari chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari qushdek, ba'zilari eng yuguruk otga mingandek va ba'zilari tugiga mingandek o'tadi. Ba'zilar hech narsa bo'lmagandek sog'-salomat o'tib ketadi. Ba'zilar yuz ko'zlari tatilangan holda aran o'tib qutuladi. Ba'zilari jahannamga mullaq etib tushadi. Nihoyat mo'minlar jahannam o'tidan qutulgandan keyin jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasam qilamanki, qiyomat kuni sizlardan biri do'zaxda qolgan qarindishini qutqizish uchun Alloh shundoq qattiq yalvuradiki, u hayotiy dunyoda boshqalardagi haqqini elish uchunmi unchalik yalvormaydi. Ular ey Rabbimiz, ular biz bilan birga ro'za tutdi, namoz o'qiydi, haj qiladi deydi. Buningga asosan ulardan taniydiganlaringlarni elib chiqinglar deyiladi va ularning jismlari do'zaxga harom qilinadi. Shuning bilan ular do'zaxdan o't pachqig'icha va tizg'icha yetgan nurg'un insonlarni elib chiqadi. Ondan ey Rabbimiz, biz taniydigan kishilardan hech kim qolmadi, hammasini elib chiqdik deydi. Alloh ularga kirib qarab boqinglar, qalbida bir dinarchilik yaxshilik bor kishini topsanglar, elib chiqinglar deydi. Ular kirib yana nurg'un insonni elib chiqadi. Ondan yana
Rabbimiz chiqishini buyurgan kishilardan hech kimni qoldirmay, hammasini elib chiqdik, deydi. Alloh taolo yana kirib qarab beqinglar, qalbida yarim dinarchilik yaxshilik bor kishini topsanglar, elib chiqinglar, deydi. Ular kirib yana nurg'un insonni elib chiqadi va Rabbimiz sen buyurgan kishilardan birini qoldirmay, hammasini elib chiqdik, deydi. Alloh taolo yana kirib qarab beqinglar, qalbida zarrachilik yaxshilik bor kishini topsanglar, elib chiqinglar, deydi. Ular kirib yana shundoq ko'p insonni elib chiqadi va Rabbimiz qalbida yaxshilik bor birmi kishini qoldirmay elib chiqdik, deydi. Abu Said Xudri raziyallohu anhu mundaq deydi: Agar sizlar bu hadisni tasdiqlamasanglar, Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni aslab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi degan oyatni o'qinglar. Ondan Alloh taolo farishtalar, payg'ambarlar va mu'minlar shafaat qildi. Faqat marhamat qilguvchilarning eng marhamatli qoldi, deydi va jahannam o'tidan hayotida faqatla yaxshi ish qilib boqmagan va jahannam o'tida ko'mirda kuyib ketgan bir to'p jamoatni ilib chiqib, jannat darvozalari oldidagi hayotlik daryosiga otidi. Ular daryodan xuddi sel suyi eqitib kelgan donlarga o'xshash nihoyat tez unib chiqadi. Sizlarga ma'lumki, u donlar ba'zida tosh, ba'zi daraxt tubida o'sadi. Kungayda o'sganlari seriq yoki yeshil, teskayda o'sganlari oppoq bo'ladi. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, sen xuddi yayloqda mol boqqandek gap qilyapsan", dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zini davom qilib bundoq dedi: Ular marvoyatdek unib chiqadi va bo'yinlarida jannat ahliga to'nishliq bo'lgan belgilar bo'ladi. Shuning bilan jannat ahli, mana bular Allohning azobgarlari, ular dunyoda na bir amal, na bir yaxshilik qilmagan bo'lsa-mu, Alloh tarafidan jannatga kirgizilib o'tildi deyshidi. Bundoq yaxshi Ondan Alloh taolo ularga: "Qani jannatga kiringlar, nimani ko'rsanglar, shu sizlarning" deydi. Ular: "Ey Rabbimiz, bizga oilamizdagilardagi hech kimga bermagan narsalarni berding", deydi. Alloh taolo: "Dargohimda sizlar uchun buningdan yaxshisi bor", deydi. Ular: "Ey Rabbimiz, buningdan yaxshi bo'lgan nimadir?" deb so'raydi. Alloh taolo: "U mening roziqim va bundan keyin sizlarga hargiz g'azab qilmayman", deydi. Yana bir rivoyat kelishicha, Abu Said bundoq degan: "Anglashimcha, ko'rik, ya'ni pilsirat, chochdimi inchga, qilishdimi o'tkirga." Bugun mushagich bo'lsin. Davomini keyin qatim o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.